Barchaga salom. Bugun sizlar bilan ELS kitobining 5-darsi Advanced Passage'dan mashqlarni bajarishni boshlaymiz. The environment, atrof muhit. The environment is everything that surrounds us: plants, animals, buildings, country, air, water, literally everything that can affect us in any way. Atrof muhit bizni o'rab turgan barcha narsadir. O'simliklar, hayvonlar, binolar, qishloq, havo, suv. Umuman olganda bizga biror bir yo'lda ta'sir qiladigan hamma narsa hisoblanadi. Bu yerda literally uchun definition actually ga to'g'ri keladi. Bu yerda turibdi. The environment of a town with its buildings and traffic and its noise and smells, where everyone is on top of everyone else, is a far cry from that of the countryside with its fields and crops, its wild and domestic animals, and its feelings of speciousness. Demak, shahar atrof muhiti, uning transporti, binolari, shovqini va hidlari bilan va insonlar bir-birini ustida yashaydigan joy bo'lib, qishloq hayotidan keskin farq qiladi. A far cry degani keskin farq qilmoq. Uning definitioni bu yerda turibdi. Va bu qishloq hayotida kenglik, spaciousness, yovvoyi va uy hayvonlari, dala va ekinlari bor yoki shunday dala va ekinlari, yovvoyi va uy hayvonlari va kenglik bo'lgan qishloq hayotidan keskin farq qiladi. And the environment differs in different parts of the world. Demak, atrof muhit dunyoning turli xil mintaqalarida turli xil bo'ladi. Ecology is the science of how living creatures and plants exist together and depend on each other and on the local environment. Demak, ekologiya bu jonzotlar va o'simliklarni va ular bir-birlariga yoki mahalliy atrof muhitga qanchalik bog'liqligini o'rganadigan fandir. Where an environment is undisturbed, the ecology of an area is in balance. But if a creature is exterminated or the alien species introduced, then the ecology of the district will be upset. In other words, the balance of nature will be disturbed. Demak, atrof muhitga ziyon yetkazdirilmagan joyda o'sha muhitdagi ekologiya muvozanatda turadi. Ammo jonzotlar yo'q qilib yuborilsa yoki begona turlar tanishtirilsa, shundan keyin ekologiya qattiq ranjiydi. Boshqacha qilib aytganda, tabiatning balansi buziladi. Demak, bu yerda exterminated degani yo'q qilib yuborish, o'ldirish ma'nosi bor. Uning definitioni bu yerda turibdi mana. Man is a part of the environment and has done more to upset the ecology during his short span on Earth than any other living creature. Insoniyat bu atrof muhitning bir qismi hisoblanadi va uning qisqagina yer yuzidagi vaqti davomida ekologiyani boshqa jonzotlarga qaraganda ko'proq ranjitgan narsadir. Demak, bu yerda span degani vaqt. Uning definitioni bu yerda. He has done this by his ignorance, his greed, his thoughtless folly, and his wanton wastefulness.
U buni uning johilligi tomonidan bajaradi, uning ochko'zligi tomonidan bajaradi yoki uning o'ylamay qilgan ahmoqgarchiligi tomonidan bajaradi yoki uning judayam isrofgarchiligi tomonidan bajaradi deb aytilyapti. Demak, bu yerda greed degani ochko'z degani. Hop, wanton biror narsani isrof qilish degani. Hozir wanton uchun definition without care, shu wanton uchun definition bo'ladi. Hop, foolish behavior bo'lsa folly. Bu yerga keldik. He has poisoned the atmosphere and polluted both land and water. Demak, u atmosferani zaharlaydi va quruqlik va suvni ifloslaydi. He has squandered the earth's natural resources with no thought for the future and has thought out the most devastating ways of killing his fellow man and every other sort of life as well. U tabiatni, kelajakni o'ylamay yerning tabiiy resurslarini isrof qiladi va boshqa hayot turlari kabi insonlarni ham o'ldirishni eng vayronkor usullarini o'ylab topgan deyapti. Undan keyingi keladigan insonlarni-da mana his fellow men. Since man has done so much damage, it is up to man to try to put matters right if it is not already too late. Inson judayam ko'p zarar yetkazgan va yetkazganligi sababli buni to'g'rilash ham insonga bog'liq, insoniyatga bog'liq, agarda judayam kech bo'lmagan bo'lsa. If there is to be any remedy for our ills, that remedy ultimately lies in the hands of the young, and the sooner they start doing something about it, the better. Agar bizning xatolarimizni to'g'rilash kerak bo'lsa, bu to'g'rilash ultimately alal oqibat yoshlarning qo'lida yotibdi va qanchalik ular tezroq biror narsa qilishni boshlasa, shunchalik yaxshiroq bo'ladi. Demak, ultimately uchun definition hozir bu yerda turibdi. Xo'p, unday bo'lsa, ikkinchi mashqni bajaramiz birgalikda. The writer excuses, demak accuses, demak yozuvchi ayblaydi. Some alien species of having exterminated certain creatures and disturbing the balance of nature. Demak yozuvchi ayblaydi ba'zi o'zga turlarni ayblaydi. Nima uchun ayblaydi? Tabiatni balansini buzganligida va ma'lum bir mavjudotlarni yo'q qilib yuborishda. Yo'q, yozuvchi to'g'ri, ba'zi bir turlarni tanishtirilsa, tabiatga balansdan chiqishi mumkin dedi, lekin bu alien turlari qaysidir mavjudotni exterminated qiladi deb aytilmadi. Shuning uchun bu javobimiz noto'g'ri hisoblanadi. Ancient people of having started wars and
killed each other. Demak bu yerda ancient people haqida, qadimgi insonlar yoki urush haqida gap berilmadi, not given. Human beings of having used the earth's natural resources without thinking of the future. Demak insoniyat kelajakni o'ylamay yerning tabiiy boyliklaridan foydalanib qo'yayotganligida ayblaydi deb aytilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki tekstda bunga yaqqol misol qilib aytib o'tib ketildi. The young of being ignorant of the earth's problems. Hop, demak yoshlarni yer muammosidan bexabarlikda ayblaydi deyapti. Lekin muammolardan bexabarmi, xabardormi, bu haqida aytilmadi, not given. Men of not having tried hard enough to prevent certain species from exterminating many others. Insonlar harakat qilmayapti oldini olishga, turlarni yo'q bo'lib ketishga deyapti. Lekin insonlar harakat qilmayotganligini emas, insonlarning o'zi asosiy atrof muhitni balansdan chiqarayotgan shaxs deb qaralyapti. Shuning uchun buni to'g'ri javob deb ola olmaymiz. To'g'ri javob o'z-o'zidan C. Xo'p. The writer believes that, demak yozuvchi ishonadi. Nimaga ishonadi? The most damage to the earth has been done by human beings. Eng ko'p zarar insoniyat tomonidan keltirib chiqarilyapti deb ishonadi. To'g'ri, chunki boshqa turlarga qaraganda eng ko'p zararni insoniyat beryapti deb aytildi. Mana bu yerda turibdi. Buning uchun javob. Ikkinchi savolimiz uchun javob. It is already too late to rescue the earth. Yerni qutqarish uchun allaqachon kech deyapti. Bizga hali kech bo'lmagan bo'lsa, yoshlarning qo'lida turibdi deb aytildi. If it is not already too late. Agar judayam hali kech bo'lmagan bo'lsa deb aytildi. Bu javobimiz noto'g'ri. Hali kech deb aytilmadi. The earth's natural resources won't be sufficient for future generation. Demak, yerning tabiiy resursi kelajak uchun yetarlimi, yetarli emasmi, bu haqida aytilmadi. Not given. The ecology of the earth can only be balanced by exterminating the alien species introduced deliberately. Demak, yerning ekologiyasi faqatgina balansda bo'ladi. Qachon balansda bo'ladi? Agar majburan ataylabdan tanishtirilgan yot bo'lgan turlarni qirib tashlash orqali, lekin biz ularni qirib tashlash haqida aytilmadi tekstda. Cities where people live on top of others are the most disturbed environment. Demak, shaharlar, ya'ni bir-birlarini odamlar ustida yashaydigan deganda judayam tor, tanqis bo'lgan shaharlar eng ko'p atrof muhitga zarar yetkazyapti. To'g'ri, shahar va qishloq hayotlarini bir-biriga taqqoslab o'tib ketildi, lekin bu shahar hayoti atrof muhitga eng ko'p zarar yetkazayotganligi haqida tekstda aytilmadi. Demak, to'g'ri javobimiz A. Hop. The writer points out that it is the youth, demak yozuvchi shuni aytadiki, yoshlar who have done so much damage to the earth. Yerga juda ham ko'p zarar yetkazgan. Yo'q, zarar yetkazgan deb aytilmadi. Yoshlar muammolarga solution bo'la oladi deb aytildi. Who exterminated some animal species. Demak, ba'zi hayvon turlarini yo'q qilgan deb ham aytilmadi. Yoshlar ayblanmadi. Tekst davomida who have always fought against the exploitation of the earth's natural resources. Yerning tabiiy resurslarini yo'q bo'lib ketishiga hamisha urushgan, qarshi turgan deyilyapti. Ular qarshi turganligi haqida aytilmadi, lekin endi qarshi tursin, hali kech bo'lmagan bo'lsa deb aytildi. Who should find solutions to the earth's problems. Demak, yerning muammolariga javob topsa yaxshi bo'lardi yoshlar deb aytilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Who disturbed the balance of nature. Tabiatning balansini disturbed qilyapti yoshlar deb aytilmadi. Bu javobimiz noto'g'ri. Demak, to'g'ri javob D. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.